Sevgili arkadaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün sizlarga olib kelgan idiom no big deal. Bu idiomning ma'nosi nima deganda Uyg'ur tilida cho'ng ish emas, cho'ng masala emas degan ma'noda keldi. No deganimiz emas, big deganimiz cho'ng, deal deganimiz bu yerdagi ma'nosi ish. Cho'ng ish emas, cho'ng masala emas degan gap. Ma'lum bir ish, bak bir cho'ng masala bo'lmasa, no big deal deymiz. Masalan, 5 minut kechikib qoldingizmi? Voy, cho'ng ish emas degan bo'lsa, you're 5 minutes late? No big deal. Yoki, voy, men sana yordam qilay, cho'ng ish emas bu, bak bir cho'ng bir masala emas degan bo'lsam, I can help you, no big deal degandek. Shuningga sevimli savatdoshlar, no big deal degan idiomni kunlik turmushda paranglashganda erkin ishiltish uchun bayatında bagan misollarni o'rganib qo'ysangiz, bundan keyingi paranglishi, ya'ni ingliz tilida paranglashishingizga intayin foydali. Yana birisi shu WhatsAppda Atlan Academy'ning kanalini ichib qo'ydim. Shuningga agar Atlan Academy, ya'ni ingliz tili o'rganish to'g'risida haqsiz darslar bilan munosabatlik har xil uchurlarni shu kanalga yollayman. Instagramda ham Facebookda shu kanalning skanerlig'i bo'lgan kodesini chiqarib qo'ydim, QR kodni. Shu orqali qo'shib olsanglar bo'ldi. Ata dushanba kuni, ya'ni 23-kuni New York vaqti tushdan keyin 2da, Istanbul vaqti 10da, Paris vaqti kech soat 8da, Istanbul vaqti kech soat 10 demakchi. Shu vaqtlarda naq maydon haqsiz darsi o'rinlashtirdim. Unimi shu WhatsApp kanalidan ulanmani topshirib olasizsiz. Ya'ni WhatsApp kanaliga agashsangiz Atlan Academy deb yozib WhatsAppda qo'sha olishingiz turganli gap. Shuningdan agishib ulanmaga, ya'ni darsninki qatnash ulanmasiga erisha olasiz. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye.